Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari. Bugun mana 2026-yil 4-aprel sanasida turibmiz. Ko'rib turganingizdek, Andijon mashina bozorida Damas'lar qatorida turibmiz. Juda ham ko'plab Damas'lar chiqqan. Mana akalar. Videoni boshidan bittadan like, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar. Biz esa xudo xolasa Damas'larda obzor qilishlikni boshladik. Sizlar uchun Damas'larni boshladik. Kimdan aka bu? 2025-yil. 2025-yil mana akalar. Xo'p, kilometri 2000 ekana? 2000 kilometr yurgan, top toza yangi mashina akalar. Xo'p. Shumka metan gaz qilingan. Mana akalar, polni shumka qilingan ekan. Mana ko'rib turganingizdek, salonlari ham o'ta go'zal holatda. Mana pataloglarigacha, chexollarigacha eng qimmatlarini, yaxshilarini qo'yib qo'yishgan ekan. Balonlari yangi balon. Xullas kalom yangi 2000 kilometr yurgan Damas avtomashinasi, umuman chiqimi yo'q. Olasiz u maza qilib minasiz. 1 yil, 2 yil umuman rasxod qilmaysiz. Avtolingizni almashtirib, gazingizni, benziningizni qo'yib yura olasiz. Xudo xolasa. Mana xohlaganlar go'zal holatda turibdi. Chiroyli qilib bezab chiqib qo'yibdi. Aka, nech pul deyapti bu? 8200 dollar beramiz. 8200 dollar kami bor. Aha. Top toza kraskasi yo'q, metan, benzinlari bor. Naqd pulga 8200 dollar kam bor. Variantga chiqam chiqmaydim. 5000 pul bo'lsa, andijonlik bo'lsa, murosa qilib ko'raveramiz. 5000 dollar puli borga andijonlik bo'lsa, bemalol murosa qilib ko'raveramiz deyapti. Mana Andijon mashina bozorida mashina purish akalarimiz xudo xolasa. Hop. Telefon nomeringiz aka? 97lik 964 7001. 7001. Yana qanaqa mashinalaringiz bor aka? Bu hammi? Bu ham 2025-yil ekan. Bu 3000 kilometr yurgan ekan akalar. Mana chiroyli qilib mana abrosopkalarni go'zal holatda qilib qo'yishibdi. Ha, 3000 kilometr, top toza, kraskalari yo'q, xudo xolasa. 13 balon, ponni hamma yo'g'i bor akalar mana. Xullas kalom yangi, atigi 3000 kilometr yurgan. Qimmat, chiroyli chexollar taqib qo'ygan, mana polilari, metan gazlari bor. Fult, mult, signalizatsiya, mana ko'rib turganingizdek. Uji chiqqaningizda hidi ham bilinyapti, yangiligi mana akalar. Anaqalar ham qo'yilgan ekan, xudo xolasa. Aha, go'zal holatda turibdi akalar mana. Chiroyli holatda. Ruchkalari ham hatto uni deluxe qilib, chiroyli qilib bezab qo'ygan. Eng qizig'i mana orqa bir sopkalarni qaranglar, go'zal holatda turibdi mana. Olasiz u minasiz, umuman chiqim qilmasdan maza qilib minib yuradigan yangi Damas avtomashinasi. 3000 kilometr yurgan. Hop, metan, benzinda ekan. Nech pul deyapti endi aka bu? 8200 kam. Bu ham 8200 dollar kami bor ekan akalar. 8200 dollar kami bor, umuman chiqimi yo'q Damas avtomashinasi. Variantga? Chiqora 4000. 4000 dollar puli borga variantga chiqarar ekan, andijonlik bo'lsa. Akalar mana andijonliklar uchun qulay imkoniyat. 4000 dollar plus bilan yangi Damas olib, bemalol gapingizni puligami yo bir kassangizni puligami to'lab ovosiz bo'ladi. 1 yilgacha aka? 1 yilgacha. 1 yilgacha bemalol variant qilib berishaverar ekan. Telefon nomeringiz? 33lik 780 10 10. 97lik 964 7001. Mana akalar, aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p, yana mashinangiz yo'qmi? Yana bitta mashina bor ekan. Bu 1500 kilometr yurgan ekan. 2025-yil ekan, xudo xolasa. Trapanda bu. Trapanda ekan akalar. Top toza, kraskalari yo'q ekan. Ko'rib turganingizdek. Balonlari mana archa balon, yumshoq holatda. Yangi Damas xohlaganlarga. Ponni shumka qilingan, a? Ponni shumka qilingan ekan mana akalar. Xo'p, salon holatlari ham o'ta go'zal holatda turibdi. Mana akalar. Qimmat chexol polilar taqilgan. Umuman ish yo'q, xudo xolasa. Propanda eng qizig'i, propan xohlaganlar uchun. Go'zal holatdagi Damas. Nech pul deyapti aka bu? Nech pul deyapti? Nech pul deyapti aka? 8000 chiqib beradi. 8000 dollar barakasiga o'tib beriladi. Yangi mashina xohlaganlar uchun 2025-yil 1500 kilometr yurgan 8000 dollar kami bor. Xo'p, variantga o'sha 4000-5000 puli borga chiqaveradi. 4000-5000 dollar puli borga variantga chiqaverar ekan akalar. Eng qizig'i benzin bilan propan gaz.
Aha. Telefon nomeringiz aka? 97lik 964 70 70 01. Aka bozoringizni bersin. Keyingi mashinasi ham bor ekan akamizni. 2022-yil ekan, 19000 kilometr yurgan ekan bu. 19000 kilometr yurgan. Top toza. Top. Salon holatlari. Mana akalar. Chixollari bor. Go'zal holatda turibdi. Ichki holatlari mana akalar. Yaxshi chixollar taqilgan mana. Kataloglari ham go'zal holatda turibdi. 5 shumka ekan bu. Shumkasi bormi? Ha, 13 balon. Qayer shumkasi ko'rinmayaptimi yerlarida? Ha, ichidami? Ha, mayerga qilinmagan ekanda. Ha. Shumkasi bor deyapti. Benzin holatda, zapaska tushmagan. Ha, gaz qo'yilmagan ekan. 19000 yurgan. Vobshe oz yurgan ekan. 3 yildan aka. 3 yilda vobshe ozgina yurilgan ekan akalar. Xo'p, archa balon, yumsha balonlari. Xolasanglar propan, xolasanglar metan qo'yib, dokument qilib xizmatingizni qilaveradi. Atiga 19000 yurgan 2022-yil top toza, faqat benzinda bo'lgan mashina. Xohlaganlar uchun. Xo'p, necha pul deyapti bu? 6000 o'tib beramiz. 6000 dollar barakasiga ozgina o'tib beriladi. Kami bor deyapti 6000 dollar. Mostda umuman ishi yo'q bo'lsa kerak-a bu, ha? Hamma yo'q radnoy holatda. Hamma yo'q radnoy holatda, umuman ishi yo'q. Top toza kraskasi yo'q. Xo'p, nomerlarchi 97lik 964 70 01. Akalar mana yangi Damas'dagi qiziqib yurgan akalar uchun. Aka bozoringizni bersin. Olmaylar. Assalomu alaykum. Olmaylar nechinchi yil aka bu? 2024-yil. Mana akalar 2 yilga Damas avtomashinasi. Salon holatlari. Xo'p. 68285 yurgan ekan 2 yil ichida. Mana chiroyli chixollar taqilgan, polilari bor, pataloglari ham o'ta go'zal holatda chixollar bor. Balonlari mana yangi balonlar, xudo xolasa. Chiroyli qalpalar taqib qo'yilgan. Aka, most korobka, hadovoy ishi yo'q-a umuman, ha? Most korobka, hadovoy ishi yo'q deyapti. Shumkalari yo'q-a? Shumkalari bor ekan, eng qizig'i akalar mana. Pultlari, signalizatsiyalari bor-a? Full signalizatsiya hamma yo'g'i bor deyapti. Xullas kalom 2024-yil 68000 yurgan, salkam 70000 ga borib qolgan Damas avtomashinasi. Bo'ldi akalar, charchamayapsizlarmi? Ana. Go'zal holatda turibdi. Damas. Andijonning mashinasi. Xo'p, aka necha pul deyapti bu? 6500 dollar barakasiga o'tib beriladi, ha? Xo'p, generalning liboy dokument chiqaram? Generalni chiqmaydi. Faqat onlayndan berasiz yoki оформление? Ha, onlayndan berasiz ham qilib bera olasizlar. Оформление faqat. 6500 dollar kami bor, оформление qo'yishlar kerak ekan. Ya'ni oldi sotdi qilib notariusda pulini to'lashaveradi, to'g'rimi? Notariusda pulini to'lashaveradi. Variantga chiqam chiqmaydimi aka? Yo'q. Variantga chiqmaydi, faqat naqd pulga ekan. Aka, telefon nomeringiz? 94 106 55 52. Aka bozoringizni bersin. Mana akalar qiziqqanlar bemalol 6500 dollar kami bor. Aloqaga chiqa olasizlar, xudo xolasa. Ko'rganingizdek. Olmaylar aka, nechinchi yil ekan bu? Kimdan aka? Sizdanmi aka? Nechinchi yil aka? 2025-yil. Faqat mana yangi Damas'dan olyapmiz. Pashti akalar. Kilometri 2300. 2300, ya'ni probegi 2300 kilometr atiga yurgan ekan. Metan gazi bor. Metan gazlari bor. Metan gazlari bor ekan akalar. Yangi Damas ekanda. Mana akalar, xudo xolasa Poligi bor. poligi bor. Baloni bor. Yumshoq balonlari bor deyapti. Uncha chiqimlar qilinmagan ekan aka. Yo'q, o'sha balon qo'yilgan. Yumshoq balon qo'yilgan, metan gaz qo'yilgan, poli qo'yilgan, xolos ekan. 2025-yil 2300 kilometr yurgan mana top toza Damas avtomashinasi. Xo'p, nech pul deyapti aka bu? 7,5 mingdan aytyapmiz. 7500 dollar barakasiga o'tib beriladi, ha? Xo'p, dokumentchi aka? Dokument. Hamma dokument bilan. Liboy dokumentga yo'l qo'yib beraverasizlar. Liboy dokumentga yo'l qo'yib beraver ekan. Variant chiqam chiqmaydimi aka? 5000 puli bor odamga beraman. 5000 dollar puli borga 3 oydan 6 oygacha 4000, 5000 puli borga beraman. 4000 5000 dollar puli borga variant qilib beraverar ekan akamiz. Telefon nomeringiz aka? 90lik. 90lik 256 256 16 16 23. 23. Yana bitta onam? Nomer Ha, nomer aytavering. 93lik. 93lik 276 276 11 11 44. 44.
Aka bozoringiz bersin. Telefon qila olasizlar akalar. Hormang aka. Charchamasmi? Necha kilo aka? 2025-yil Damas avtomashinasi. Top tozami aka? Kraskalari top toza deyapti. Probeylari-chi aka buni? 34 ming yurgan ekan. 1 yilda 34 ming yurgan ekan akalar. Xo'p. Chixol, mana patologlarigacha chixollar qilingan, polilari bor. Xudo xolasa chiroyli holatda turibdi. Balonlar yumshoq balon ekan, yumshoq balonlar taqilgan mana akalar. Metan bor, ha? Metan benzinda yuraveradi. Ponni shumkami aka endi? Mana ponni shumka qilingan ekan akalar, eshiklari mana yumshoqqina yopilyapti, xudo xolasa. Damas avtomashinasi 34 ming yurgan. Moz korobka hadavoy ish yo'q-a. Chotki yuradi. Aka o'zingiznikimi deyman? O'zingiz foydalanib minib chiqqan, tirikchilik emas-a? Mana akamiz o'zi foydalanib, olib chiqib, dehqonchilik ekan, xudo xolasa. Qanaqa maza qilib mindingizmi aka? Xizmatingiz qildimi? Olgan odam ham maza qiladi, inshaalloh. Olgan odam ham xudo xolasa maza qilib minadi deyapti. Xudo xolasa akalar, 2025-yil 34 ming kilometr yurgan top toza Damas avtomashinasi. Hop, necha pul deyapti endi aka bu, xudo xolasa? 7200 dollar. Kami bor, barakasiga o'tib berasiz. Dokumentchi aka, libo dokument chiqaramiz. O'zimiz nomimizda. Akamiz o'zining nomida ekan, xohlagan dokument qilib bera oladi. Xohlasa onlayn davengiz qilib yursa ham bo'laveradi, ha? Akalar mana xohlagan dokumentni akamiz qilib bera olar ekan. Hop, telefon nomeringiz aka? 97lik 97lik 583 583 17 87. 1787. Aka, masalan 2-3 ming dollar pul yetmayapti. Variantga desam qilib bera olasizmi, qilib bera olmaysizmi? Faqat naqqa, ya? Faqat naqd. 7200 dollar kami bor ekan. Akamizga aloqaga chiqarasizlar. Aka bozoringiz bersin. Akalar, mana xudo xolasa Damas avtomashinalarini pashti hammasini yangi Damaslarni obzor qildik, ko'rib turganingizda. Xudo xolasa. Mana akalar, yana bitta yangi Damas xohlaganlar uchun mashinada 2026-yil 50 kilometr yurgan Lucas top toza ekan. Xo'p, metanni yo'q ekan, benzinda ekan, faqat narxini kelishamiz deb qo'yib telefon qilsanglar 90 253 57 76 ekan. Bemalol aloqaga chiqsanglar, mana top toza yangi Damas avtomashinasi ekan. Xo'p, akalar, xudo xolasa mana qo'ldan kelgancha Damas mashinalarini obzor qildik. Videoga bittadan like, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar. Kommentariyalarda chiroyli izohlarni qoldirsanglar, xursand bo'lardik. Xudo xolasa hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.